Xitoy bizni bosib olyaptimi? Mana shu masala, savol oxirgi kunlarda juda kun tartibiga chiqib qoldi. Ko'pchilik e'tirozlarni aytyapti. Menga ham juda ko'pchilik odamlar murojaat qilib chiqishyapti, izohlarda yozyapti. Siz nima deysiz bu masalada deb. Men bundan 1,5 yil muqaddam 2 yillar ham bo'libdi. Fransiyani bir mashhur jurnali bor edi, hozir eslolmayapman. O'sha jurnalni muxbirlari kelib intervyu olganida aynan Xitoy masalasida mendan so'rashgandi va Xitoydan kirib kelayotgan investitsiyaga nisbatan munosabatimni so'rab qiziqishgan. Men o'shanda ham aytganman, Xitoy to'g'ri iqtisodiy, siyosiy masalalarda o'zini teng, sherik, do'stona tutishga harakat qilyapti. Aholisi ko'plik nuqtai nazaridan va iqtisodiy imkoniyatlar shunga yo'l qo'yadiki, ular investitsiya kiritishda juda ham faol. Lekin o'sha duch kelgan investitsiya kiritar ekan deb hammasiga ham bosh keti yo'q, chegarasiz hajmda eshikni ochib olish to'g'ri bo'lmaydi. O'sha paytda ham aytganman, Xitoyni investitsiya kiritishda strategik boshqa rejasi, maqsadi yo'qmi degan savol meni doim o'ylantiradi va men to'g'ridan to'g'ri katta hajmda investitsiya kiritilaverishidan Xitoy tomonidan ehtiyot bo'lish kerak degan fikr aytganman. Haligacha shu pozitsiyadaman. Xo'p, asosiy muammo nimada? Investorlar, investitsiyalar kelishi bu yaxshi holat, iqtisodga pul tikishi, tadbirkorlarning kirib kelishi va hokazo. Lekin u ham baribir qanaqadir balans bilan bo'lishi kerak. Oxirgi vaqtlarda haqiqatdan ham bizni ko'chalarimizda, savdo nuqtalarida Xitoy yozuvidagi o'sha peshtaxtalar, Xitoy yozuvidagi reklamalarning ko'payib ketganligi bu fakt. Bu bir yil emas, 3-4 oy ichida keskin darajada oshib ketdi va odamlarning haqiqatdan bu diqqatini tortyapti. Kecha ayrim rasmiy idoralar bundan vahima ko'tarish kerak emas, bu yoq degan masalalarni chiqib aytdi. Va ayrim debil, o'zini siyosatchi deb o'ylaydigan debillar chiqib bu chetdan uyushtirilayotgan provokatsiya degan gapni ham aytyapti. Shunaqa aytayotgan odamlarga javob, yebsan bu gapingga deydigan javob. Sababi chetdan hech kim kelib deb reklama shitlarini Xitoy tilida yoki peshlavhalarda osib qo'yayotgani yo'q. Sal o'ylab gapirish kerak-da. Bu oddiy odamlar ko'rib turgan narsalar. Va odamlar nimaga xavotirga tushyapti?